Yangi Hayot tumani sevgili Yangi Darxondan bugun bitta 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Shuni sizlarga hozir qisqacha qilib obzor qilib beraman. Atrofida ko'rishlaringiz mumkin. Mana bitta ko'rsing aka, detskiy plashatka, hamma sharoitlari bor mana. Ko'rganingizdek, domlarimiz juda ham fayzli, chiroyli qurilgan. Yana bitta tarafi 16 etажkali bo'ladi bu. Bunda ikkita lift bor. Agar svit uchib qoladigan bo'lsa, mabodo mana shu o'rtada mana ko'rishingiz mumkin, generatorlar bor pastda. Bemalol ishlab beradi. Ichkarisini ko'rsatamiz, qani keling. Ichkariga kirganimizda mana bu tarafdan zinadan chiqib ketiladi. Bu liftga qarab yuriladi. Podizimiz ham ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi holatda, mana bitta chintolar qilib qo'yilgan. Kafillar toza, ozoda. Ikkita lift bor. Bu tarafimizda gruzovoy, bu passajirga. Qani keling, ichkarisini bitta ko'rsatamiz mana. Eshikdan kirganimizda mana bu tarafimizda prihoshkaga chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan, yaxshi gilamlardan yozib qo'yilgan ekan. Bu birinchi xonamiz bo'ladi. Bu bizning zalimiz bo'ladi. Zalini ham bitta ko'rsatingiz bo'ladi. Juda ham fayzli xonadonimiz bu. Remontlari ajoyib holatda, konditsionerlari bor, mana lyustralar qo'yilgan, aboydan chiqqan yaxshi sharoitda. Keyingi xonamiz detskiy, bolalar xonasi. Bolalar xonasi mana bu tarafimizda ko'rishingiz mumkin. Shkoflar qilingan mana. Bu xona ham yaxshi holatda turibdi. Televizorlarimiz bor, ko'rganlaringdek. Bu uyimizning umumiy maydoni 74 metr kvadrat. Ko'rishingiz mumkin, bu uyimizning bitta qulaylik tarafi. Bu tarafimizda ham oyna bor, bu tarafimizda ham oyna bor. Bu skvoznoy variant bo'ladi. Bu oshxonamiz. Qani oshxonani kelib ko'rsating. Oshxonaga ham mana juda ham chiroyli qilib kuxni mebellar qilib qo'yilgan, kir mashinalar bor, xolodilniklar bor. Bu balkonimiz. Balkonimizga ham reshotkalar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Metrogacha uzoqlik masofasi 1.8 kilometr chiqadi, ikkinchi metro bekatigacha. Hojatxonasi bilan sanuzyuli ham razdelniy. Mana bu hojatxonasi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham toza, ozoda bo'ladi mana. Ko'rganingizdek, bu sanuzyulimiz. Ko'rsangiz bo'ladi, mana sanuzyulimizda ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Bu kattalar yotoqxonasi, spalniy bo'ladi. Spalniyimizga ham mana bu tarafida shkoflar qilingan, pardani ham yaxshidan qo'yilgan. Eng tepli pol ekan bu. Qizdirib turibdi oyoqni, tepli pol qilingan ekan. Bu kvartiramizning narxini egalari bilan kelishgan holatda 70 ming $900 bo'lsa berib yuboramiz dedilar. Pastda telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qiling, xudo xolasa sizga yoqadi degan umiddamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bitta bosib qo'yasiz. Bitta qisattirib bitta like bosing, like'ni. Keyin podpiska bosish umuman esdan chiqmasin. Bizda juda ham yaxshi variantda chiqadi. Pastdagi telefon raqamlariga bemalol telefon qo'ysangiz bo'ladi. Uy oldi statusi bo'yicha bemalol ishingizni hal qilib beramiz.